Masalan, ekan. yine. Onu qarang. Bitta 5 so'm? blok, 8 blok aylanaveradi. 180 ming so'm, 140 xil fasonlari bor ekan. Gap yo'q. Sen şu nomer sizga axir. Avo, keyin yana bir kanaldan unutmayman. Inshaalloh og'ajonim kelsin. Gap yo'q. Obunachilar esa boshladik. Ya'ni avtobus tenkani yonida bozor tarafiga kirib ketaverishingizda jamoalarimiz, ya'ni Andijonlik brat bugun skitkani bombasini qo'ydi. Ya'ni 13-dekabr kuni skitkani zo'rini qo'ydi. Assalomu alaykum. Jamoalar bir yerdan girish kerak o'rtag'ina ana. Yaxshimisiz aka? Qilaysiz? Zo'r. Charchamayapsizlarmi? Tinchimizlar. Aka nima qaysi biri reklama qilib bering? Bugun skitga qo'yibsiz yana obzor. Bugungi bir haftadan beri skitga xudo xolasa ko'raverasiz. Akajonim motonikalarni qarang. Qani. Ko'rkan mana. Necha so'mdan? Har xil nimalar ranglari bor mana ko'raverasiz. 10 xil 15 xil rangi bor. Bu necha so'm ishi? Bunaqasi xolasanglar bunaqasi. Pulini ayting aka. Saylaganingiz 60 ming so'mdan, sestra. 100 ming, 120 ming so'm sotilgan Obunachilar, qarang mana. yurganlar. Chankirib turaveradi mana. Qarang, necha xil razmerlari bor buni? Ha, bular standart. O'g'ajonim standart odamlar kelib olib ketdi. Bu narsani ko'rsiz, mana 58, 56 larga tushaveradi bu. Abishli razmer, kitayskiy razmerda bularimizni ko'ring mana. 54, 60 ming. tushaveradi. Har xil razmerlar bor, ko'raveradi. O'g'ajon eng qizig'i mana yangi yilga alaykum assalom. Yangi yilga rang-baranglari bor mana. Voy. 60 mingdan sotganmiz mana. 50 ming so'mdan qo'yib beraman mana. Kelishaveradi. O'ta chiroyli, o'ta kangir. Xolasi kaltalari bor angorkalarda mana. Obunachilar o'z fikrlaringizni yozib qoldinglar. Baho bu. Bor mana, ko'raverasizlar. Angorka 100 ming so'mdan oshiq sotilgan. Saylaganingiz 60 ming so'm. Og'ajonim, bu yoqqa o'ting, bu yoqqa. Qani, bu yoqlarni ham ko'rali. Obunachilar. Tepasam bormi? Xudo xolasa bulardan soni oz qoldi. Xudo xolasa 1-2 kunga tugadi u yog'i. Pesi bormi? 100 ming so'm, pasi yo'q sesrajon. 100 ming so'mga olisholmaydi qalin mana jeniski. Og'ajonim bu ham 60 ming so'm. 60 ming so'm? 60 ming so'm. Og'ajonim siz mana. 70 sating, biroz 80 sating, unchalik 60 arzon etmay. Xalq mazaqisi. Qarang. Mana jaketka qiziqinglar. Kitayskiy. Og'a 2 marta yuvib olib kerak, biror narsa bo'lsa javob beraman garantiyasi bilan. Og'ajonim, kelishaverib bu ham 60 ming so'm. 60 ming so'm bor. 60 ming so'm. Bilaveradi. Mana uzunligini qarang, mana qarang. Ajoyib. Jamoamiz Xorazmni bomba etsekmi? 60 ming so'm. Undan tashqari mana angorkani qarang, og'a. Qani yana tiklari borga. Xolasa buni ham 5-6 xil rasvetkasi bor, hozir ko'rsataman. 100% xalqqa yetirib bilasan, xudo xolasa. Yetkazib beramiz, xudo xolasa inshaalloh yetkazib kelyapmiz. Jamoalarimizni ko'pchilik Xorazm auditoriya doniydi. Dakansi shu dog'amiz to'chkasini hamma biladi berni, obunachilar. Yine. Onu qarang. Bitta 5 so'm? blok, 8 blok aylanaveradi. 180 ming so'm, 150 ming so'm sotyapti. 100 ming so'm. 100 ming so'm? 100 ming so'm. Nisik bahosatga. Ajoyib. Xalqlardan so'raylar mana shuncha odam turibdi. Yana obunachilar yarasha birinchi o'rinda Sifatog'a kelishaveradi mana konkret. voy obunachilar 100 mingdan. Delikan razmer og'ajonim, delikan razmer ko'pchilik biladi. Buni abishli razmerlari ham bor mana. Bular qanchadan? Buni qarasi yo'qmi? Sirajonim 1 minut. Ujib odam bozorimizga hujum bo'lib boshladi obunachilar. Qarasi yo'qmi shuni qarasi? Qorasini Qani? olib beramiz. Sirajonim og'ajonim mana bu abishli razmeri 120 ming so'm. Kami 100 ming so'm sotyapti. Ashunda ham 10 ming so'm bozordan arzon. Nima deyapti? 90 ming so'm olaverasizlar. 90 ming so'm? 90 ming. Obunachilar 9 etaj tarafi Stenka bozorimizda yonida bilasizlar, bizlar Nurka papaqlarni obzorni qo'yib berdik. Ya'ni og'amiz nomerini ko'pchilik bilolmayibdi va telefonda bizlar. Og'a, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom, yaxshimisan? Harman. Alloh shukr. Ishlaringga omad bersin. Rahmat, rahmat. Malodessan. Bizani dum ko'pchilik bezovdi telefondalar. Ya'ni shu Nurka papaqchini nomeri kerak dedilar. Nomeringizni bir ayting og'a. Gap yo'q uka. 97 Ava, 507 84 85. ava. Keyin minivajlarimiz bor. Shu bo'lishda aytib berdi-da. Ava. Alloh shukr. Yaxshi bolasan. Minivajlarimiz ham tozalari keldi. Baholari shu aytilgan senalarda zo'r. Necha so'm? Yashib beramiz uka. 1,5 million so'm ava bu. Ha. Bular 1 million 300 dan berdik-ku. Ava. Bu 1,5 million bo'lib keldi, lekin qaytib beramiz baribir. Ha. Har xil fasonlari bor uka. Gap yo'q. Sen shu nomer sizga axir. Ava. Keyin yana bir nomer 99 565 97 77. 97 77 ang. Gap yo'q. Ina obunachilar, kimda kim shunday Nurka papaqlarni ko'pchilik bilolmaysa, Sog' bo'lasan. nomerlarni qo'ydik. Yaxshi sog' salomat bo'ling. Sog' bo'l uka. Yaxshi. Delikani bor mana. Yuvib serib yesatmaydi axir. Hech narsani aytmaydi mana. Delikanini 130 140 gacha sotishyapti.
100 ming so'm nima deyapti? 100 ming so'm? Bo'ladimi? Kelishaveraman. Ag'a, unchalik portlatavermang Xorazmni. Voy. Obunachilar, endi buyon tarafini ham o'tamiz. Ya'ni jamoamiz yana tochkasi bor bu yoqda. Ya'ni bu yoqqa o'tamiz. Assalomu alaykum aka, assalomu alaykum. Onajonim ko'rsating mashlardi mana. Duvoy ekanmi bular? Nima bular? Ko'pta, yubka, ko'pta ishton. Ha. Mana duvoykalarimiz bor. Ko'ring, oling hammasini, ichini oling mana. Qalin nachos Voy, nima deyapti voy. onajonim? Mana uni qarang, modaligi. Mana qarang. Ularning modasini qarang, mana uni. Sesra bir minut berib turing. Pochka bosilib yotibdi-ku bu yerda, og'a. Modasini berib turing. Opajonlarga mana uni qarang, eng zo'ri. Xohlasa ichidan oq sviter bilan bitta qilib vechirinkaga ham kiysa bo'ladi. Mana. Voy. Xohlasa uni ustidan mana mashina ko'chaga kiysa bo'ladi. Ko'raverasiz. Obunachilar, fikrlaringiz muhim. Angyorga. Javob. Oqajonim 180 ming so'm bozor sotyapti bularda. 150 ming ham demayman. 140 ham demayman. 130 ham demayman. 110 ming so'mdan shunday saylab olib ketsin. 110 ming so'm? 110 ming so'mdan mana olishaveradi. 3 kun. Bu yoqimiz ham. Bu yoq ham xohlagani 110 ming so'mdan. Voy. Xudo xolasa yetkazib beryapmiz, kelishaveradi. Instagramimizdan jicha foydalansam bo'ladimi? Foydalang. Oqajonim o'zimiz auditoriyamiz bor. Instagramdan andijonlik bola. Inshaalloh obuna bo'lib qo'ysin, inshaalloh cho'tki narxlarda kuzatib turishadi. Bu kanalda ham unutib qo'ymanglar. Bu kanalda ham unutib qo'ymanglar. Inshaalloh oqajonim kelishsin. Gap yo'q. Obunachilar, qarang, jamoalar, bizlardan obunachilar yana bir narsa so'rabdi. Dastlabki bormi dedi? Dastlabkamiz yo'q. Dastlab yo'q, ay. Hozir soat 9 oldi уже odamni o'rgatib bo'ldi. O'zim bir u yoqqa siljadim. Qarang, esa bir ish aytamiz. Bizlarning obunachilarimiz yozadi. Masalan, faqat Urganch dehqon bozorida, to'g'rimi? Yo'q, yangilar eshiting. Urganch dehqon bozorida emas. Beruni Shuni aytsak-edi. Beruni hafta bozor уже do'konlarimiz bor. Sotuvga chiqdi bugundan уже reklama qilindi. Undan tashqari har bozor kuni Bo'stondagi obunachilar kutinglar, Bo'stonga ham olib boramiz. Bo'stonga. Agar oqajonim 10 ta 15 ta oladigan odamlar bo'lsa, olib sotaman, niyat qilib olib sotaman degan odamlar 10 ta 15 tadan ziyod oladigan bo'lsa, shunday dastlabkasini beraman. Ha, dastlabkasini ham. Xorazm bo'yicha. 15 tadan yuqori olgan insonga emas. Ha, 10 dan. Bitta yetkazib bera olmayman. Optimni oladigan odamlarga inshaalloh. Berunida qachongacha sotadi? Nima buyindan boshlab? Har kuni og'a. Har kuni. Har kuni Beruni dehqon bozori stadion nimasi, stadion yoqdan kirgansiz, mebel mahallada turamiz. O'sha Berunidan ko'pchilik meni taniydi. O'zi obunachilar biladi. Borishaveradi mana aksiyamiz zo'r. Gap yo'q. Uji odamimiz gap jim bo'lib qolishadi, obunachilar. Brat qalay? Bo'lyaptimi? Brat ham yana ishlarda jamoalarimiz yanında ishda. Yana og'amiz. Gap yo'q. Esa, og'a, obunachilar eng og'ir tilakingiz. Sog' bo'linglar. Tezda kiyininglar. Birinchi o'rinda nima deydi? Ko'rinish og'a. Ko'rinish bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Xudo xolasa sifatli narsa olib kelyapman. Bu narsani oqajonim bir marta kiyib turib tashlavoradigan narsa emas. Bir marta kiyib tashlavoradigan narsani ham misol 100 ming so'msa jon deb olishyapti. Opajonlarimga bemalol 2 sezon, 3 sezon kiyishaveradi. Jonlar sog' bo'lsin, birinchi o'rinda sog'lik, issiqda 110 ming deb aytilgan aqbam. 110 ming so'mdan aylab olarasizlar. Gap yo'q. Mesela obunachilar jamoamiz yaxshi tilaklari uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Jamoamizga katta rahmat. Sog' salomat bo'ling, og'a. Yaxshi. Obunachilar keyingi, ya'ni ko'rganlaringizdan уже odamimizga uchun yana bir borsizlar, mazali eslatib o'taman. Urganch dehqon bozorimizni avtobus tenkani oldinda, ya'ni katta Poylon bozorimizga kirib ketaverishingizda, o'sha yerda o'rtada jamoamiz bor obunachilar. Yine xudo xolasa nomerlarini aytib, nomerlarni pastda qo'yib qo'yaman, bemalol telefon urib gaplashib kelsangiz bo'ladi. Skitkasi bir hafta davom etadi ekan, xudo xolasa. Skitkamiz bir hafta bo'ladi, xudo xolasa. Skitkamiz qachongacha bo'ladi, brat? Skitkamiz bir hafta bo'ladimi? Bo'ldi, yine og'amiz ham jamoamiz yanında yine yuribdi obunachilar. Yine uje odamimiz gap uchun bemalol kelaverasiz. Sog' salomat bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like va obuna bo'ling.